Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men riyosatchi Baxtiyor Umardan hammalarga o'tliq salom. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining 8-navbatlik umumiy vakillar qurultiyi bu yil 10-oyning 24-kundan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirilish oldida turmoqda. Bu sebepten Dünya Uyghur Kurultayı'nın ötken 3 yılda BDT ve Avrupa İttifakı'ndaki münasebetleri hem Amerika'daki faaliyetlerinin taraqqiyat yüzlanışını sizlerge etraflı düşünçürüş ve malumatı ilgi kılış için bu kıtımkı programımızga Dünya Uyghur Kurultayı'nın Amerika turuşluk muavin reisi Zübeyre Şemşittin Hanım, şundakla Kurultay Merkez İşhansı Taşkı Münasebetler Direktörü Zumrattay Erken Hanımlarını bu kıtımkı söhbetimizge teklif kıldık. Söhbetimizge hoş geldinglar, hürmetli Zübeyre Hanım, Zümrət Ay. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Andaqda söhbetimizni resmi başlap ketsek, aldı bilen hürmetli Zübeyre Şemşittin Hanımdan kileyli. Qurultayning asosli faoliyatlari Amerika ve Avrupaga merkezleşken. Bunun içinde bulupmu Amerika en asosli merkezlarining biri bo'lib hisoblanadi. Çünkü Uyghur erkiy qirg'inchiligini tunji qabul qilgan, shundaqla qonunni tunji ma'qullagan Amerika, shunga Uyghur davosining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi qanday ketyotidi? Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatga qanday loyihalar o'ttirib qo'yilyotidi? Cümleden bu erişken neticelerinin arkasında Dünya Uyghur Kurultayı ve Amerika'daki Uygurlar qandaq tirishchanliklarni ko'rsatyapsizlar. Yani qandaq xizmatlarni qilmoqchi bu vaqtda qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Köp rahmat Baxtiyor efendim. Anlayıp bir yaxşı tema üstüde to'xtalyapmiz. Bu bir fursatni bizga berganligingiz uchun yana bir qatim sizga rahmat aytaman. Ham shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Albatta, savolingizniki mazmuni shu demoqchi bo'lganimiz Amerikada Uyg'ur davosining o'rni ilib berish nimasini aytib muhim. Buningda hech qanday shubha yo'q. Albatta, chunki Amerika o'zingiz deb o'tganga o'xshash o'sha Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi haqida birinchi bo'lib to'nigan ham e'tirof qilgan bir davlat. Mushundaq cho'ng bir masalaninki, ya'ni bu Uyg'urlarga Xitoyning qirg'inchilik elib beryapti degan, ya'ni irqiy qirg'inchilik elib beryapti degan bu masalani to'nigan bir davlatning mushu to'nishining maydonga chiqishida albatta Uyg'urlarning nurg'un ajri, nurg'un emgagi bor. Bu yerdagi Uyg'urlar deganimizda Uyg'urlar masalan o'zlarimizning jamiyatlarimiz orqali, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, Amerikadagi Uyg'ur Amerika jamiyati, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati va yoki boshqa Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, Uyg'ur shaxslar bo'lsin, ishqib har bir o'zini Uyg'ur millati Sharqi Turkistonga taalluq, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur xalqininki mushu asoratdagi holini, qirg'inchilik yuz tutayotgan mush ahvolni dunyoga tanıtaylı, ular uchun bir ish qilayli degan har bir Uyg'urning nurg'un emgigi va ajri bor. Shu emgigi va ajri natijasida Amerikada hozirga qadar rasmiy qonun bo'lib ma'qullangan 5 qonun bor. Bu 5 qonun o'zi yani birdan mashada deb o'tib ketkim keldi. Gerçi nurg'un Uyg'urlarimiz buni bilsimi. Bunun birincisi 2021-yildagi Uyg'ur siyosiy qonuni. Ondan keyin ikincisi Uyg'ur mecburi emgakni to'xtatish qonuni. Ya'ni bu 2021-yil 12 ayning 23-kuni ma'qullangan, yuqorida deyilgan 22-yil 12 ayning 1-kuni ma'qullangan qonun. Üçüncüsü ondan keyin Uyg'urlar qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni ayıplash qarori degan mushu bir qarormi chiqqan. U 21-yil 12 ayning 8-kuni ma'qullangan. Lekin 4-inchisi bo'lsa Uyg'ur majburiy emgigini to'xtatish qonuni. Bu hammadan bilib ketgan, umumlashib ketgan bir qonun. Boshqa qonunlarni belki bilmasimi, ammo buni hamma Uyg'ur biladi. Bu bo'lsa 21-yil 4-ayning 21-kuni ma'qullangan qonun. Undan keyin 5-qonun bo'lsa Uyg'ur kishilik huquq qonuni. Ya'ni bu 20-yil 1-ayning 17-kuni ma'qullangan qonun. Bu rasmiy 5 qonun ma'qullanib yurgizilayotgan qonunlar. Endi bu qonunlarning ichida albatta o'zingiz bilasiz, dunyo xalqi biladi, ma'lum darajada Xitoyni titirtib, Xitoyni cho'chitib, o'zining qirg'inchiligini to'xtatish, Uyg'urlarga elib berayotgan bu tajovuzchiligini az to'la bo'lsa yeniqitishga sababchi bo'lgan mush hamma qonunning ko'rinarli darajadagi tuhfalari bor.
Endi onundan sırt hazır resmi ötküzülüş aldıda, yani ötüşni ümit kılıdığan Uyghur halkı emas, bütün dünya ümit kılıdığan, yani muşundaq dünyada Xitayning zo'ravonligi faqat Uyg'urlarni qirib yo'qotishli emas. Masalan, dunyo miqyosini biz so'raymiz, dunyoga xo'ja bo'lamiz deydigan mushundaq o'zininki razil maqsadni ishga oshirish uchun ilib berayotgan qirg'inchilikdan to'xtatishga cho'ng rol o'ynaydigan yana 12 qonun o'tish oldida turayotgan shunday qonunlar bor. Buning hammasini tafsili birdan ismini deb o'tib ketsam bo'ladi. Buning ichida birinchisi Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunni qaytadan uzatish, ya'ni amalga oshirish qonuni. Buni boy deb o'tib ketgandik biz Uyg'ur siyosiy qonuni degan. Bu qonun mushu 24-yilda bu yana vaqtini o'tib ketadi. Agar vaqtini o'tib ketsa, buning amallashi davom qilmaydi. Shuning uchun buni uzatish kerak. Shuning ashundaq mushu qonunni uzatish uchun qo'yilgan yana bir taklif bor. Bu Uningdan keyin import qilingan mallarningki bexatarligi ham uningki odillik, uning ustiga odil bir taraf qilish degan yana bir qonun bor. Endi bu qonunma mallar, ya'ni mishada eksport import qiladigan mahsulotlar haqida bo'lganligi uchun bu bevosita bizning Uyg'urlarniki majburiy emgak ahvoli bormi yo'qmi deganga munosabatli narsa, ya'ni bizga foydasi bor qonun. Uningdan sırt Xitoyninki eng oz miqdordagi import qilish demenimiz deydi bular. Bu deganlik garchi majburiy emgakni to'xtatish qonunlar Xitoyninki Amerika va boshqa davlatlar, bu Amerikaga ba'zi bir mallarni akirishga cheklama qo'yilgan, ya'ni chegarada cheklama qo'yilgan, tutilgan ahvollar bo'lsa-mu, ammo Xitoy yana Amerikaning ba'zi bir mushu pochta soha qonunlaridan foydalanib, eng oz degan vaqtda $800 uningdan tövan ashunda xarjlash yo'li bilan mana pochta orqali nurg'un mallarni ya'ni Uyg'ur majburiy emgagiga chetishliq mallarni ashta kirgizayotgan ahvollarmi bor. Shuni to'sash. Bundaq jetgan vaqtda butun kuch bilan har qanday vaqtda shu Uyg'ur majburiy emgagiga chetishliq bo'lsa, shundaq shuningga chetishliq bo'lgan har qanday mallarni har xil yo'llar bilan to'sash, ya'ni Xitoyning tijoriy kuchiga zarba berish mushu taraflardan Xitoyning irqiy qirg'inchilik ilib berayotganligini jazolash degan munosabatlik shunday ishlar. Uningdan keyin Uyg'ur majburiy emgakiga hech qanday dollar, hech qanday pul xarjlamanglar, xarjlashni to'xtatish qonuni degan yana bir qonun. Bu qonun 23-yili 6-oyning 12-kuni o'tirib qo'yilgan, shu o'tishni umid qilingan. Undan keyin Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dash qonuni, bu 23-yili 6-oyning 7-kuni o'tirib qo'yilgan qonun. Buning ismidan o'zinglar bilib turibsizlar, Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash masalasini oldin o'rin qo'ydi. Undan keyin majburiy insonlarning ish qonuni, organlarini setishni to'xtatish qonun. Undan keyin Uyg'ur kishilik huquqi qonunlarini qaytadan qarab chiqish. Buning ichida ba'zi bir cho'qim davomli amallashtirish, buni davomli olib berishga kerak degan qonunlarni, ya'ni buni texnik ilgari surgan vaqtda yo'l qo'yish va o'tkazishni tavsiya qiladigan qonun. Undan keyin Human Rights Abuse Act. Bu degani kishilik huquqni dafsanchilikni to'xtatish qonuni. Bu 23-yili 2-oyning 16-kuni o'tirib qo'yilgan qonun. Undan keyin muhojirlik, ya'ni siyosiy panoh tilashni amalga oshirish yoki shuni amallashtirish qonuni. Bu nihoyatda bir muhim qonun. Agar bu qonun o'tib qolsa, Uyg'ur ko'chmanlarining dunyoning har qaysi bulan qishqoqlarida, har qaysi joylarda yashayotgan Uyg'urlarning Amerikada turib qilish shundaq ahvollarini tezlashtiradigan, ham shuning qo'laylik bo'ladigan bir qonun. Uningdagi yana bir qonun Xitoy harbiy ham shundaqla kuzatish kompaniyalarini jazolash qonuni. Bu nihoyatda muhim, chunki Xitoy o'zining harbiy kuchi ham shundaqla ba'zi bir nurg'un kuchlari bilan butun dunyoda kuzatish, tekshirish, boshqalarga besim qilish shundaq ahvollarni olib beryotdi. Bu nihoyatda bir muhim qonun. Undan keyin eng oxirida pul muomala tarafdan Xitoyninki
insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish mana shunday jinoyatlarni to'xtatish qonuni, the Atrocity Through Currency Accountability Act degan. Muşumu naytı bir muhim qanun. Endi siz o'zingiz ko'rib turgandek nurg'un qonunlarning hammasi Xitoyningki kishilik huquq masalasi, pul muomala, iqtisod masalasi, harbiy masalasi, texnik masalasi, uningdan ziyod barliq mana mushundaq har bir Xitoyningki kuchini ko'rsatib, o'zi foydalagan holda biz Uyg'urlarni yo'qotishga mumkinchilik bo'lgan mushundaq butun sohalarga besim ishiltish, shularning Uyg'urlar qator ilib berayotgan jinoyatlarni to'xtatish, shularni maqsad qilgan holda o'ttirib qo'yilgan 12 qonun. Bu 12 qonun o'simi bizga nurg'un foydalar bo'ladi Uyg'ur xalqiga. Ya'ni Uyg'ur Sharqi Turkistondagi bizning xalqimizningki shu hozirgi asoratning shu qirg'inchilik uchrash ahvolininki to'xtatishiga nurg'un foydasi bo'ldi. Endi buningdan sirt hozir biz eng muhim, ya'ni priority oldingi qatorda tezroq o'tsa, shu qonun bir yo'lga qo'yilsa deb umid qilayotgan qonun 2023-yili Uyg'ur siyosiy qonuni. Shu qonun o'tsa, boy degan vaqt o'tib ketdigan Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dash qonuni deganlar, shu qonunlarning hammasining uzaytilishi, ya'ni davomli qonun ma'qullangan bir qonun bo'lib yo'lga qo'yilishi shu ahvollarga ko'p foydasi bo'ldi. Undan keyin yana birisi bo'lsa, chegara halqagan bostirishni to'xtatish qonuni. Bu muhim qonun. Nima uchun degan vaqtda biz hozir hammamiz xabarimiz bor. Shu sababli hozir butun vatanning sirtikilar albatta ular qirg'inchilik uchrag'li xalqimiz hech qanday bir o'zining ovozini olib, o'zi uchun o'zining haq huquqlarini qo'g'dash imkoni yo'q. Ammo biz vatanning sirtidagilar qo'limizdan har qanday ish kelganda, chunki biz erkin dunyoda bo'lgandan keyin o'z xalqimizga yordam beralaydigan, qo'limizga ishni qila oladigan ahvollarimiz bor. Mana mushundaq ahvolimizni, mushundaq imkonlarimizni yo'qotish, bizning kekiltigimizni bo'g'ish, zuvonimizni besish, bizni qo'rqitish, bizga tahdid silish orqali mushu chet eldagi vatan ichi, vatan xalqi uchun qilayotgan mushu mujodilani to'xtatish uchun Xitoy nurg'un kuch chiqarib, nurg'un dasmay silib, nurg'un xilma-xil uslublar bilan bizning xalqimizning og'zini jumbatadi. Ana hammamizning xabari bor. Vatanning yo'lini ichayotdi deb hozir nurg'un xalqimiz, Uyg'urlarimiz ketyotdi vatanga. Uningdan sirt ketmaganlarga hozir biz bir nima desak, vatandagi xalq bizning tuqqanlarimizni bir nima qo'ydir ekan, so'lib yedir ekan, o'tirib yedir ekan deganlarni bahona qilib, biz bir chetda turib turaylik, demayli, deb o'zi so'zlamayli deb bizning faoliyatlarimizga ovoz qo'shmaydigan ahvollarni nurg'un. Shuning uchun biz agar Xitoyning chet ellardagi mushundaq kuchini, ya'ni bizning xalqimizga tahdid soladigan, bizning xalqimizning ovozini, kekiltigini bo'g'ishga urinayotgan shunday jinoiy qilmishlarini jazolaydigan, shu ishlarni ilib berayotgan jinoyatchilarga, xoinlarga, ya'ni Xitoyningki qo'llovchilarga, ya'ni Xitoy uchun ishlayotgan shunday shaxslarni jazolab, ularningki tegishli jazosini shu erkin dunyoda demokratik elde beralisak, demak biz xalqimizga yana bir umid beramiz. Ya'ni vatan sirtidagi xalqimizga umid beramiz. Demak, har qanday bir ish qilsak, bizning ortimizda bir odam bor ekan, biz qo'rqmasak bo'ldi ekan. Garchi vatanni Xitoy qo'rqitayotgan bo'lsa, bu Xitoyning kuchi u vatanning sirtida ishlamaydi ekan. Bu yerda Xitoyni to'xta deydigan bir kuch bor ekan degandek, shunday ahvollar bo'ladi. Shuning uchun bu qonun muhim. Endi yig'ib aytgan vaqtda Amerikadagi bizning da'vo faoliyatimiz faqat bizning o'zimizniki odatdagi boshqa yo'llar bilan emas, mana shunday qonunlarni o'tkazishda bu targ'ibot faoliyati nihoyatda muhim ham nihoyatda kuchli, yaxshi ketyapti, ham yaxshi menish kerak. Chunki hammamiz bilgandek Amerika dunyo siyosatining markazi. Amerikada nurg'un ishlar boshlansa, buning orqasidan g'arb dunyosi, boshqa davlatlar hammasininki ularni qoyil qilishga, bir saf bo'lishga, yana bir do'stona bir kuch to'planishga foydasi nurg'un. Shunday bo'lganligi uchun biz Amerikada turayotgan Uyg'urlar, mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bo'lsin va yoki Uyg'ur Amerika jamiyati bo'lsin, mayli jamiyat bo'lsin, shaxslar bo'lsin, biz har birimizniki birdan bir angi tushunishimiz shunda bo'lishi kerakki, Amerikada Uyg'ur da'vosiniki unumli bo'lishi, to'xtovsiz bo'lishi bu halqaliq bir masala. Biz Amerikada da'voni yaxshi elib bora olsak,
başqa yerlərdə texmi oңuşluq elib berishqa yo'l açımız. Şunda bo'lganligi uchun bu masalani men demasam-mu, nurg'un meningcha bu vaqtda bizning Amerikadami nurg'un Uyg'ur ziyolilarimiz bor, angliq insonlar ko'p. Endi bu narsani yaxshi tushundi, shunda bo'lg'achqa qo'ldan kelganini qiladi. Bizmi shu, hammamizmi shu, Dunyo Uyg'ur qurultayining rolimi shu. Chunki Uyg'ur tashkilotlari qanchalik kuchli bo'lsa, Uyg'ur xalqining kuchli ovoz chiqarishga foydasi bor. Shuning uchun bu kuchlilik nihoyatda muhim ham bu shundoq davom qilyotidi. Balkim yaqinda o'zingiz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. 10-oyning biri Xitoyning atalmış mustaqillik kuni, ammo bizning mustamlikaga o'tgan kunimiz, bostirilgan kunimiz shu kundimi biz xalqimizga haqiqiy bir amaliy ish qilgan, ya'ni Xitoy mustamlikasiga o'tgan kunimizda biz mustamlikadan qutulish uchun gerçi biz cho'ng bir ishlarni qilmasakmi, ammo shunda cho'ng bir ish qatorda bo'lib qolsin deb shu kunima asosli qilgan ishimiz shunda targ'ibot xizmati bo'ldi. Boya deb o'tgandek shu bir necha qonunlarning, ya'ni oldingi o'rinda o'tishni umid qilgan qonunlarimizning ma'qullanishini ilgari surish uchun biz Amerikadagi Avam palatasi shu butun palatalar shularning kirib tashviqot xizmatini qildik. Bir necha Uyg'urlar, biz hammamiz bir necha Uyg'urlarmiz, nechalarimiz bir guruh bo'lib shu Uyg'ur Amerika jamiyati, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, albatta Dunyo Uyg'ur qurultayi degandek shu asosli tashkilotlarninki yo'l boshchilik qilishi, shularninki maqsad g'oyasiningki bir qismi sifatida biz ishxona kirdik. Birdan 50 jami 100 san'atninki ishxonasi bor. Biz 50 ga kirib bo'ldik shu kuni, chunki 2.20 degani namoyish qilishimiz kerakdi Xitoy konsulning oldida. Ashuni qilishdan burun 50 ishxonaga birdan kirib shu yerdagilarga ta o'zimizningki materialni berdik ularga nima uchun shu qonunlarning o'tishiningki zaruriyatini tushundirdik. Bu qonunlarning o'tishi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun emas, bunda aytgan vaqtida dunyoda bo'layotgan insoniyatga, Xitoyning insoniyatga qarshi o'tkazayotgan jinoyatini to'xtatish, bugungi Uyg'urning kunining, ya'ni bugungi Uyg'urning beshiga kelayotgan bu taqdirning ati Amerikaning, balkim uningdan boshqa g'arb dunyosi ya boshqasining beshiga kelish ehtimolining borligini, bu xatarni ko'rishini, shunda bo'lganligi uchun bu bir cho'ng xatarni to'sishning oldingi yo'li Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishning zaruriyatini, Xitoyningki Uyg'ur, ya'ni Sharqi Turkistonda emas, Xitoy o'zining chegara halqagan ahvoldan qilayotgan ishlarining oz emasligi, jinoyatlarining. U faqat bizning Uyg'urlarimizni bostirib gap qilma, Xitoy qarshi so'zlar emas, hatto boshqa xalqarodagi iqtisod, ya'ni tijoriy sistemlarni qalaymiqonlashtirayotgan, kishilik huquq sistemini aslo qalaymiqonlashtiryotdi, BDTni qalaymiqonlashtiryotdi. Bunda aytganda dunyodagi bir normalni mengayotgan xalqaro, ya'ni universal olamshumul mushtaq insoniy ko'z qarash, insoniy ishonishlarni, ya'ni bunday aytgan vaqtida insoniy bunda hammamizniki o'zimizniki bundaq bir insondek yashash, shundoq bir sistemini uzun yillardan beri dunyoga, butun insoniyatga akilimiz deb hammadan kurash qilayotgan shunday bir sistemni komplet butunlay yo'qotib, Xitoy o'zininki tajovuzchilik, Xitoy parastlik, Xitoy cho'ng millatchilik, Xitoy qirg'inchilik mashtab o'lchim bilan mashtab bir sistem barpo qilman degan bu xatarlik bir ahvolni to'xtatishga foydasi borligini biz shu tushuntirib o'tdik. Demak, umumyuzlik aytgan vaqtda bu ishlarning hammasi bir odam, bir jamiyat bilan mangmaydi. Buningga har bir o'zini Uyg'ur deb atagan, men Uyg'ur, men Sharqi Turkistonlik, men shu vatanning egisi deydigan har bir Uyg'urning majburiyati. Har bir Uyg'urning majburiyati va engini bizning jamiyatlarimiz albatta eng yuksak pallaga chiqarilgan bir organ. Shu sifatda biz bu davoni boshlab qo'yotgani yillar bo'ldi. Hem bu davam qildi, hem bu to'xtamaydi hech qachon, taki bizning xalqimiz biz kutgan shu erkinlikka, biz kutgan shu mustaqillikka erishgan qadar. Rahmat, men bugun mana shu to'xtay, yana savollaringiz bo'lsa men javob beraman. Ko'pdan ko'p rahmat. Bo'libmi bu Amerikada ma'qullangan 5 qonun va buningdan keyingi
Uningdan keyingi ki bu loyihalar to'g'riliq nihoyatda tafsiliy va aniq bir tushuncha berdingiz. Buni balkim bundan keyingi bu to'g'riliq tadqiqot ilib boradigan yoki foydalanadiganlarga nihoyatda yaxshi bir material bo'lib qoldi deb qarayman. Hamda hurmatli Zumrat oyga kelsak, Dünya Uyghur Qurultayı'nın BDT ve Avrupa İttifakı'daki münasebetleri hem hizmetleri qanday ketyapti, qanday ilgirlashlar bor bu xizmatlar uchun qanday tirishchanliklarni ko'rsatdinglar bu haqda bir tushuncha bergan bo'lsangiz Zumratay, rahmat. Bo'ldi. Rahmat bu fursatni bizga yaratib berganingiz uchun. Dünya Uyghur Qurultayı ham necha yilning yog'i qurilgan yog'i 20 yildan yog'i shu faoliyatlarni olib beryapti. BDT'da bo'lsin, Yevropa parlamentida bo'lsin, Yevropa birligining ichidagi mexanizmlardan bo'lsin. Ammo shu 5 yilning yog'i BDT'da bo'lsin, Yevropa birligida bo'lsin, majburiy emgak masalasini o'tirib qo'yishga tirishyapti. Chunki Abay bizning muavin raisimiz deb o'tgandek, bu majburiy emgak masalasi Amerikada tunji bo'lib o'tirg'i qo'yilgan siyosat nimaning ichida yoki bo'lmasa parlamentning ichida qonun chiqqandan keyin bu qonunni biz Amerikadan chiqqan qonundan foydalanib buni Yevropaga akilish uchun BDTlarda mushu masalani uqtirish uchun jiq tirishchanlik qildik. Bo'libmi Yevropa birligining ichida chunki Yevropa birligining ichida albatta 27 davlat bor. Bu davlatlarning hammasimi Xitoy bilan aloqasi bor bo'lib tijorat bilan. Shunga necha yilning yog'i albatta Dünya Uyghur Qurultayı o'zi yolg'iz emas, ommaviy tashkilotlar bilan, xalqaro tashkilotlar bilan birlikda Uyg'ur majburiy emgakini o'tirib qo'ydi va nurg'unlagan masalan parlamentning ichida nurg'unlagan qitim mush to'g'risida ziyoratlar bo'ldi, paranglar bo'ldi va qarorlar ilindi. Bu yil masalan qarasak, Yevropada Yevropa birligida tunji qitim majburiy emgak mollarini to'sash uchun ikki qonun chiqdi. Birincisi majburiy emgak qonuni. Bu Yevropa parlamenti 4-oyning 23-kuni buni nima qildi, qo'llab chiqdi. Undan keyin bu endi 1-oyda, mushu yangi yildagi 1-oyda rasmiy kuchga ega bo'lmoqchi. Oxirgi nusxasida. Undan sirt yana birisi Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Demak, mushu shirkatlarga qo'yilgan talablar va shirkatlarning diqqatga oladigan nusxalari to'g'risida bir qonun loyihasi chiqdi. Bu bizning mushu 7-oyda, 7-oyning 25-kuni rasmiy kuchga ega bo'ldi. Demak, bu ikki cho'ng qonun mushu Yevropa birligida ilindi va buningga Dünya Uyghur Qurultayı albatta bu sabda jiq ishlarni qildi. Nurg'unlagan ommaviy tashkilotlar bilan va bo'libmi mushu majburiy emgak to'g'risida. Endi bu Yevropadagi ikki qonun Amerikadagidek Uyg'ur majburiy emgak to'sash qonun emas, ammo bu umumiy qonun. Lekin buning ichida Uyg'ur albatta Uyg'ur majburiy emgakmi bir muhim nuqta bo'lib elindi. Shuningga endi buningdan keyingi vaqtlarda Yevropa birligining nimasiga Uyg'ur bizning vatandan yoki bo'lmasa Xitoydan Uyg'ur majburiy emgak chetiqliq bo'lgan materiallar bo'lsin, kiyimlar bo'lsin kirsa, buni endi rasmiy qonun bo'yicha bir taraf qilg'ili bo'ldi, ham buni cheklig'ili bo'ldi, Amerikada cheklaganga o'xshash. Onundan sirt yana bir narsa eng muhimsi bizning shu 5-oyda Angliya sudda tunji qitim Uyg'ur masalasi rasmiy bir davlatning sudiga berib ichildi. Masalan, buni biz Dünya Uyghur Qurultayı 2020-yildan tortib advokatlar bilan ko'rishib, mushu masalasini o'tirib qo'ygan va 1,5 yilning oldida tunji qitim Londonda bir sud ichilgan. Sud ichilgandan keyin buningda o sudchi bizning tarafimizda bo'lmadi, ammo bizning advokatlar buni yana qaytadan mahkamaga berishga o'rinliq ko'rgashga mushu 5-oyda, 5-oyning 15-16si qaytadan 3 sudchi buni
birinci sotçunun kararını qaytadan tekşürüşke başladı. Court of Appeal deyimiz. U yerdə tekşürüp qalğandan keyin biz 7-ci ayda xoş xəbərini aldıq. Dünya Quruluş Qurultayı 3 sotçu qarar çıxırıb Dünya Quruluş Qurultayının advokatlar bergen ispatlar bilen Dünya Quruluş Qurultayını yandı dep çıktı. Endi bu nima desek, bu bu qarar endi Angliyadan içide Uyghur mecburi emgek yoki bizning vatandan chiqqan paxta mahsulotlar ni tekshirishga buldu degan gap. Hem Muşu Uyghur mecburi emgekdeki maldan çıkan mallar Angliyada xalagan şekilde setip yoki nima qilsa bo'lmaydi degan qaror bo'ldi. Şoňa hazır endi advokatlarmı yana ishlab bu keyingi nusxasini tayyorlayotidi. Bu endi bu qaror chiqqandan keyin nurg'unlagan masalan advokat firmalari bo'lsin, mushu qonuniy nimada jamiyatda nurg'unlagan nima deymiz uni nurg'unlagan qonunchilar masalan advokatlar bu to'g'riliq yozishga boshladi. Masalan bu chunki tunji qitim bundaq shaklda chiqishi va tarixiy bir ish bo'lg'achqa nurg'un advokatlar buni tadqiq qilib chiqib, buning qanchalik muhimligini va buningdan keyin Angliyadagi shirkatlarning butunlay qonun bo'yicha ish nima qilmasa, qonunni hurmatlamasa, bular qanchalik ig'ir bir ish bo'lganligini yozib chiqdi va shunga buni nurg'unlagan ziyolilar yozib chiqdi. Masalan, Adrian Zans bo'lsin, boshqalarmi. Şoňa bir muhim bir basqıç boldy. Çünki buni endi biz başga döwletlerde qilishga tirişsak boldu. Hem uni biz Irlandiyada qilishga tirişýatymyz hazır. Muşu endi kanunlar çıktı. Onundan sırt endi abay bizning muavin reisimizmi dedi. Muşu chegara qilgan to'g'risida. Chunki bu yanalam Amerikada birinchi boshlangan bo'lsa, yana biz mush fursatdan foydalanib buni yana Yevropaga kelishga tirishdik. Yevropa va boshqa davlatlarga. Chunki bu Uyg'urlar bu siyosatda har qanday yerda bu siyosatning siyosatga uchrayotidi. Har qanday biz demokratik davlat yashayotgandik, boshqa davlat yashayotgandik, Amerikada ya Yevropada biz yanalam mush tehditlarga o'xshash shaklda uchrayotimiz. Şoňa buni bu fursatdan foydalanib Dünya Qurultayı Yevropa parlamentga mush meselesini ekeldi. Neçe yılның içinde bir mush bulupmu 2 yılның içinde bir qancha qitim Yevropa parlamentinin içinde parlament a'zolarynyň qo'llashi bilan yig'inlar içildi ve bazı guvohchilar kelib guvohnoma berdi. Bu to'g'risida endi bizning his qilganimiz bo'lib, endi mush chegara qilgan bostirish to'g'risida boshqa millatlarmi bu to'g'risida ishlayotidi. Masalan, hem buningga duch kelyotidi. Masalan, Ironliklar, Xitoy albatta biz bilan Tibetlar va undan keyin boshqalar bor. Rossiyaliklar, undan keyin nurg'unlagan mushtaq authoritarian davlatlar mushtaq siyosatni elib beryotidi. Demak, bu umumiy temaga aylangandan keyin mush fursatdan foydalanib biz Germaniyada bo'lsin, Angliyada bo'lsin, Yevropa birligida bo'lsin, mushning foydalanib yig'inlarga qatnashib Uyg'ur masalasini yana o'tirib qo'ya oldik va mushu yilning ichida Yevropa parlamentinin muavin reisi Pina Picherno xanım mush to'g'riliq ataydan bir program o'rinlashtirdi va buningga bizning Dünya Qurultayıdan odamlarni taklif qilib buning guvohchi bo'laldik. Ondan sırt Yevropa parlamentinin özünün içidimi bir qancha qarorlar elindi ve elinmoqchi mush to'g'risida. Hem Yevropa Birligi BDT'da mushu chegara alqan bastırış siyasetini bir neçe qitim eskertip ötdi. Mush yaqindimi bo'ldi va bugun xo'sh xabardan birisi hozir tahi Yevropa parlamenti Strasburgda bugun bir jiddiy bir qaror elindi. Bu qaror endi mushu bizning Uyg'ur tutilgan Uyg'urlarning ichidagi ziyolilar, masalan Ilhom To'xti bo'lsin, Gulshan Abbos bo'lsin, mushlarning nimasi jiddiy bir qarorga elindi va buning ichida mushu chegara alqan bostirish siyosati içinde bor. Demek BDT'dimi bu mush oldingi yilning ichida bir qancha yerdan nurg'unlagan muhim qarorlar elindi va
jiq dövlətlər muştuğurluqmu oturğu qoyuşqa başladı. Əmdi BDT-yə gəlsək, BDT-də əmdi həmmimiz bilgəndək şu Ukraynada uruş çıxan yağı və Palestində uruş çıxan yağı Uyğur məsələsini burunqudək anlatış biraz tərs toxtadı. Çünki bu xalqara cəmiyyətinin diqqəti muş iki dövlətə yütkülüb getdi desəkmi toğru buldu. Ama bir yerden de Uygur meselesi bütünlüğü gün tərtibdən düşüb getdi degilim bolmaydı. Çünki nurg'unlagan faoliyatlar bolup muş to'g'risida, bulup mu men abay deb chiqqandek. Hem bu yıl 8. ay muşu Ali BDT Ali Komissarının 2022 yılı çıkargan dokladıq 2 yıllığı buldu. Ve muş bu fırsatdan paydalanıp Uygur Qurultayı ve nurg'ulgan xalqaro tashkilotlar birleşip muşu BDT Ali Komissarının işxanasıga bulupmu Folker Türk efendimge bir xat tayarlap besim qilishga başladık ve muşu 9. aydaki başlangan 57. növbetlik kişilik hukuk kengeş yığında içiliş sözde Xitay hükümetinin Ali Komissar özü Xitay hükümetinin Uygurlarga karşı elip beriyotgan siyasetini özgartishga chaqirdi. Demek bu yanılan bir mesele bu turbatıdı. Məsələn, onundan keyin muşu oxşaş vaqtda Avropadakı bir qancha dövlət birləşib və Amerika dövlətlərinin birləşib Uyğur məsələsini qaytadan oturuq qoyğan boldu və muşu yo'qab ketgan bəzi Uyg'urlar to'g'risidami muşlarni so'zga kirgizdi. Hem 9. İlham To'xtining 10 yil burun muddatsiz bu fırsatdan paydalanıp nurg'unlagan Yevropa parlament a'zolari, boshqa davlat parlament a'zolari va BDT dokladchilarimi birlashib, xalqaro tashkilotlarmi birlashib, bu to'g'risida yana qaytadan İlham To'xtining vaziyatini qaytadan o'tirib qo'ydi. Şuna əmdi onundan sət əmdi oxşamagan fəaliyyətlər BDT-nin içində bolsun, Avropa Birliği'nin içində bolsun, oxşamagan fəaliyyətlər elib berilyaptı və bu xalqara təşkilatlarmı, məsələn, xalqara keçirim təşkilat bolsun, xalqara fəaliyyətçilərin qoğdaş təşkilatı bolsun və ya ki xalqara keçirim küzüş insan haqları küzüş təşkilatı olsun. Bularning hammasimi BDT'dek organlarga, Avropa Birliği'dek organ ve hükümet organlarına hammasiga biz Uyghur meselesini Uyghur teşkilatlar bilan birga bunu qo'yib bermaymiz, kun tartibdan tushirib etmaymiz degan signal beryapti ve bu intayin muhim deb o'ylayman. Köpten köp rahmet. Aqımızga örilip qarab baqsaq o'tganki 3 yilda yana Dünya Uyghur Qurultayı 7. navbatlik qurultayda nihoyatda zo'r olamshumul natijalar qo'lga kelibdi deb aytsaqmi bo'ldi ekan. Haqiqatan Dünya Uyghur Qurultayıning shundoqla umumiy Uyg'urlarningki erishgan natijalari nihoyatda zo'r. Andan keyin bu Uyghur davosiniki ikkinchi bosqichi, ya'ni xalqaralashish bosqichida elingan bu cho'ng qonunlar bo'libmi bu BDT, Yevropa Ittifoqi, Amerikadan elinayotgan bu qonunlar haqiqatan odamni nihoyatda xush qildi. Ya'ni qilingan xizmatlar natijalik bo'lib o'tibdi, nihoyatda zo'r bo'lib o'tibdi. Buni bir eslash orqali o'ylanib turishga to'g'ri ekan deb o'ylab qoldim men. Hamda Zumratninki yani 15 minutdan keyin bir yig'ini bor ekan, yana bir savolni qo'shib so'rab olsam, hamda mushunchalik cho'ng natijalar bo'lyapti, nurg'un xizmatlar ishlanayapti. Bu yerda eng cho'ng qiyinchilik nima bo'lyapti? Uyg'urlarga kelayotgan bu to'g'riliq bir qisqa tushuncha berib suhbatimizdan ayrilsangiz rahmat. Bu bir yaxshi savol bo'ldi, chunki biz nega borsak, mush hukumat organlaridan tortib bizdan mush savolni so'raydi. Hozir hamda eng qiyin ahvol bizning vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotgani 8 yilga yaqin bo'ldi. Hozir Xitoy bu taktikasini butunlay o'zgartdi. Nimishga desanglar, hozir mush 5-6 yilning ichida nurg'unlagan BDT'dan dokladlar chiqdi. Ali Komissarning ishxonasidan tunji qatim doklad chiqdi va nurg'unlagan davlatlar bo'lib mag'riblik davlatlar Xitoyning mushu qilayotgan siyosatlarini elib berayotgan siyosatlarini qattiq shaklda tanqidladi
va Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz bizga buzildi. Buni Xitoy bu besimning ostida qolgan bo'lg'achqa, yaqinqi vaqtlarda chegarasini biroz ochgandek qilib, mushu bo'libmi g'arbdan bo'lsin, mushu sharqdan bo'lsin, musulmon davlatlardan bo'libmi o'xshamagan hukumat diplomatlarni vatanimizga olib propaganda shaklida Uyg'urlarning qanchalik yaxshi ahvolda yashayotganligi, go'zal hayot yashayotganligini bildirishga tirishyotidi va uni qildi. Biz masalan Malayziya, Indoneziya degan davlatlarga bordik. Buning ichidami mushu ziyoratlarga borgan odamlar bilan ko'rishdik. Ular bizga deb berdi, qanchalik qarasa rasmiy Uyg'urlar xuddi hech qanday bir irqiy qirg'inchilik bo'lmagandek, hamma odam yaxshi yashayotgandek, hech kimning bir zo'r ahvolda qolmaganligini ko'rsatganlik tirishqanligini bizga ifodaladi va masalan masjidlarga ular kirib namozlarni o'qib, u yerdagi cho'nglarmi masjidlarda ular bilan tang o'qib qilganlaridan tortib bizga deb bergan ahvollar bo'ldi. Ammo yana biz bir qancha savollarni so'ragandan keyin bularmi dedi, biz masalan yerlik odamlar bilan so'zlashamdik yoki bo'lmasa ba'zi masjidlarga kirsak u butunlay hech kim yo'q yoki bo'lmasa talaladimi odamlar yo'q, uylarning eshiklari taqqoq ba'zi yerlarning deb degandan keyin bu yerdan yana bilgili bo'ldi siyosatning qanchalik o'zgarmaganligi va vaziyatning qanchalik nacharligi. Uningdan sirt bo'libmi shu bir yilning ichida Xitoy hukumati yana Uyg'urlarni, chet elda yashayotgan Uyg'urlarni vatanga taklif qilib, oilanglar bilan jamlashsanglar bo'ldi degan bir signal bergachga bir qancha Uyg'ur yana jiq Uyg'ur emas albatta, ammo yana bir qancha davlatdagi bo'lib Yevropada yashayotgan, Amerika, Kanadalarda yashayotgan Uyg'urlar vatanga berib tushdi. Ham bular qaytib kelgandan keyin ba'zi shu vatanda tatgan rasmlarini chiqarishga boshladi. Demak, hozir mushu sababdan bu endi yana Abayqa qaytib kelsak, chegara orqadan bostirish siyosatiga chetildi. Nemishga desak, hozir bu Xitoy mushu orqali sizlar masalan bo'lib Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarga sizlar hech nima qilmasanglar, vataninglarga xotirjam berib, xotirjam qaytib kelalaysizlar, urug' tuqqanlaringlar bilan jamlashalasizlar degan bir signal avatyotidi. Va mushu sababdan 1-2 yilning ichida nurg'unlagan burunqi aktiv bo'lgan aktivistlarimiz, faoliyatchilarimiz butunlay siyosat hayotdan va da'vodan yo'qolib ketdi. Hozir qarasak, siyosatchi, faoliyatchilar, da'voning ichidagi odamlar bir qancha odamlar qoldi. Bu intayin bir xatarlik bir ahvol. Chunki bu da'voni biz bir qancha odamlar ep bog'lib bo'lmaydi. 2019-2018 ga qarasak, nurg'unlagan faoliyatchilar shu Turkiyada bo'lsin, hozir men Turkiyada. Bo'libmi Turkiyada yosh faoliyatchilar ko'chalarga chiqib, o'zlarining yo'qolib ketgan ota-onalari, singillari, yadiri, aka-inilarining rasmlarini tortib namoyishga yoki kampaniyalarni boshlagan. Hozir qarasak, ular butunlay yo'qolib ketdi. Nemishga? Chunki shu Xitoyning tahdidiga uchrayotidi. Bundan bek afsuslansak bo'ldi, ham bunga diqqat qilsak bo'ldi. Chunki bir qancha mazgil bu Xitoyning siyosati hozir masalan chegaralarni ozroq ichib qilgan bo'lsa, bu davomli surishi natayin. Ham mushu shaklda Uyg'urlarni, diasporadagi Uyg'urlarni kontrol qilishga tirishyotidi. Biz buningga hargiz bosh sunmasligimiz kerak. Buning diqqat qilishimiz kerak, ham nishonimiz aniq bo'lishi kerak. Shuni men eslatib qo'yadim. Ko'pdan ko'p rahmat. Xizmatlaringizga texmo o'ngishliq, futuqliq tilaymiz. Undaqda siz yig'in bo'lsa ayrilsangiz bo'ldi. Rahmat. Bugungi vaqtingizga. Yana ko'rishimiz. Rahmat Sumratday. Undaqda suhbatimizni yana davomlashtiraylik. Hürmetli Zübeyre Şemştin Hanım, Amerika deganınızdek nurg'un qonunlarni ma'qulladi, ham yangi loyihalarni o'ttirib qo'yyotidi, ham chiqyotidi. Bu qonunlarning Uyg'ur da'vosidagi haqiqiy ahamiyati nima? Bu qonunlardan biz bundan keyin yana qanday foydalana olamiz? Bu to'g'riliqmi? Keng jamoatchilikka bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat.
Nayt bir muhim sualni sordunuz efendim. Bu qonunlarning ahamiyati nayt zo'r Uyg'urlar uchun. Chunki o'zingiz bilsangiz, bizning chet elda turib qila oladigan ishimiz, bu g'arb dunyosida turib qila oladigan ishimiz. Shu g'arb dunyosining xalqaro sahnaning, xalqaro dunyosining, xalqaro organlarning ularning qonuniy nizomlaridan foydalanib va yoki boshqa uslublardan foydalanib, ya'ni mushlarning o'zininki davlat manfaatidan halqib ketmaydigan, ammo o'zining majburiyatlarimi bor degandek, o'zlarining majburiyatlari qilishga tegishli ishlarni eslatish holda mushundoq uslublar, mushundoq ahvollar bilan foydalanib biz xalqimizga yordam qilmasak, hozirgi vaqtda boshqa yo'llar anchalar ko'p emas. Buni hammamiz bilamiz. Albatta, biz Uyg'urlarningki qancha tez shuncha tez o'zimizning xalqimizning ozod bo'lishini, hur bo'lishini, qirg'inchilikning to'xtashini, bir mustaqil bir hur zaminimizning bo'lishini bak arzu qilamiz. Ammo u arzularimizni amalga oshirish uchun ba'zi bir yo'llarni qanday mengishni yaxshi bilishimiz zarur. Mana shu qonunlar, ya'ni Amerikadagi mush qonunlarning chiqishi boya Zumrat xonim o'tirib qo'yib o'tdi. Amerikada chiqqan ba'zi qonunlardan foydalanib, mushu fursatni qilib, ularning Yevropa va boshqa ellarda qanday bir yo'llar bilan mush Uyg'ur xalqimizga yordam qiladigan ishlarni faoliyatini olib borayotganligi ham foydalanayotganligini bizga deb o'tdi. Demak, mushlarning o'zi bu qonunlarning ahamiyatining qanday zo'rligini his qilsak bo'ldi. Endi buning qanday ahamiyatininki oqisidagi natija nima degan bu bek muhim narsa. Biz gerçi bu qonunlar bu boy deb o'tgandek 5 qonun ma'qullandi, 12 qonun yani o'tishgan degan umid bilan, ya'ni o'tish oldida desakmi bo'ldi, turdi davatimiz. Ama o'tib bo'lgan 5 qonunninki amallishi degan bu nayt muhim masala. Biz hozirgi vaqtda har qanday bir yerga targ'ibot xizmatini qilaylik va yoki hukumat odamlar bilan uchrashaylik va boshqalar bilan uchrashaylik, bizning birdan bir deydigan gapimiz va yoki boshqa bizning qo'llovchilarningmi bizga yordam qilib hukumatlarga, xalqaro tashkilotlarga, organlarga danglar deb bizni targ'ib qilgan, tavsiya qilgan gapimiz Amerika hukumati o'zi chiqargan qonunlarni o'zi izchil amallashtirishi kerak degan mushu targ'ibot. Chunki qonun ming chiqqan bilan u amallashmasa foydasi yo'q bir narsa u. U ashta qoladi qog'ozning ustida. Ammo amallasa uningki natijasi bizga foyda bo'ladi. Bizga emas, balkim Amerika hukumati va boshqa ellarga, g'arb ellari va hatto iste'molchilarga ko'p foydali bo'lishi mumkin ba'zi bir taraflardan. Hatto inson huquqlari dafsanchilik uchrayotganlarning foydasi bo'lish ehtimoli jiq. Shunda bo'lganligi uchun biz hozir nemishga bayami deb o'tdim. Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish qonuni naytdi, hamma yerga umumlashib ketgan hammadan biladi deb. Nima uchun degan vaqtda bu qonunning amallashi natijasida biz Xitoyga ta'sir ko'rsatdik. Chunki iqtisod, pul Xitoyning xudosi. Shunda bo'lganligi uchun bu majburiy emgakni to'xtatish qonuni deganning amallash natijasida ba'zi bir Xitoyninki tijoriy nuqtalarga, ya'ni manfaat nuqtasiga ajallik zarba berishga foydasi bo'ldi. Chunki Xitoyning hozir o'zini o kadar kuchli, o kadar qudratli hisoblab bizni adam inson qatori ko'rmaymi shunda biz qarshi jinoyat o'tkazayotganning sababi u o'zini bak kuchli pulliq hisoblab ketganligidan. Shuning uchun bu qonunning amallashi nihoyatda muhim bo'ldi. Aslida amallash kerakmi shundoq. Onundan başqa yana başqa qonunlarmı bor? Masalan, Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dash, ya'ni Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuni, siyosiy fanatlash qonuni, ishga a'zolarni elilish to'xtatish qonuni degandek mush boyatin deb o'tgan nurg'un qonunlar bor. Har birisininki temasida nemisini bilsiz, birdan har birisining nemasiga kelsak, agar shu qonunlar amallashsa, bizningki da'voyimizni ilgari surishga Xitoyning bizga qaratgan qirg'inchilik to'xtatishga nurg'un foydalari bo'ldi. Chunki bularning hammasi shu Xitoyningki elib berayotgan qirg'inchilikninki qirg'inchilikni to'xtatishga ajallik zarba beradigan qonunlar. Masalan, deb o'taylik, majburiy emgakni to'xtatib qo'yaylik, chunki buni bildik, buni qanday ishlaydiganini. Kishilik huquq siyosat qonuni degan, agar mushu izchil amaliy amallasa, bizning vatandagi kishilik huquq dafsandichiliklar to'xtatish kerak. Xitoy shuni to'xtatish uchun o'sha tadbirlar bo'lish kerak.
ya'ni Xitoyga jazo yurgizish kerak har tarafdan. BTT'da Xitoyning ovozini besish uchun butun dunyoning shu haqiqatan insonlarning haq-huquqlarini hurmatlaydigan xalqaro birlik kelgan insonlik haqqı hürmetini qoğdaş şundaq prinsiplarının hammadan çiң turish kerak. Shu çiң turish narsasini Xitoy o'zimi hatto ba'zi bir qonun taraflardan qo'l qo'ygan shunda ahdlar bor. Shu ahdlarga hurmat qilib buni izchillashtirib kerak. Ammo bu ishlar bo'lmayotdi. Xitoy ochiq oshkora boya Zumratay bir o'tirg'i qo'yib o'tdi. U hech nima bilan kori yo'q. O hech nimani e'tirof qilmoqlik o'zining ahdlariga nima qilmoqlik Xitoyga azaldan da ahdisiga itoat qiladigan bir davlat emas, Xitoy emas ular. Ular azaldan kazzoblik bilan, yolg'onchilik bilan davlat surayotgan mushkamgacha. Shuni o'xshashlik qilyapti xalqaro shu bizning vatanga bizga qilgan ishni xalqaro chiqib bizni qilayotgan tajribalarni xalqaro yurgizyapti. Ammo xalqaro buni tuymoqlik. Shunga endi bu yerga yana qaytib kelsak, chiqqan qonunlarniki haqiqiy amallashsa, haqiqiy yo'l qo'ysa, ahamiyati bak zo'r. Agar unda amallashmasa, ish qo'shmasa, quruq qog'ozdan iborat. Endi bizning hozirgi masalamiz qonun chiqarg'izish, ya'ni qonunni ma'qullatqizish bak muhim. Ma'qullanib bo'lgandan keyin uni amallashtirishga besim qilish texmi muhim. Mushu ishlarning hammasi emgak bilan to'xtamay harakat qilish bilan, to'xtamay kurash qilish bilan, to'xtamay hukumatlarga, mushuna munosabatli o'rinlarga, insonlarga hammasiga da'vo qilish bilan bo'ldi. Qonun chiqibdi deb xo'shal qilib, uni tabriklab qo'yib o'tirib qolsak, ufoy deb uning foydasi yo'q. Qonun amallashmasi bir qog'oz. Yo'q bo'ldi, mush chiqib bo'ldi, moyatda degan deb yana jim o'tirsak, yana bo'lmaydi. Mushu bayatdan deb o'tgan har bir qonunning, har bir narsaninki maqsadlik, nemlik, strategiyalik bir ahamiyati bor. Birdan demasammi, ba'zi bir muhim bo'lgan bir narsalar misolga keltirib o'tsam, masalan, mushu hozir bizning Xitoyning Uyg'urlar qaratgan qirg'inchiligi haqiqatan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan mushu ahdini, mushu qonunni haqiqiy qonun deb butun dunyoning tonishi. Agar butun dunyo mushuni e'tirof qilsa, BDT mushuni e'tirof qilsa, o chaqda bizga cho'ng bir natijalar qo'lga kelgan bo'ldi. Masalan, Xitoyga rasmiy xalqaroninki qonuniy ahkomlari bo'yicha jazo yurgizildi, Xitoy to'xtadi. Ayni masalan, Kosovoda bo'lgan qirg'inchilikni qanday qilib xalqaroning to'xtatolgandek, qanday qilib shu yerdagi xalqqa o'zining tilagan erkinligini, o'zining tilagan erkin zaminni ega qila olgandek. Demak, mushunda ahvol uningdan sirt tijorat deganda nurg'un shu tijoratga aloqador, majburiy emgak aloqador qonunlar hammasining amallashi muhim. Uningdan sirt mushundaq qirg'inchiliklarni, insoniyat qarshi jinoyatni, kishilik huquq dafsanchiliklarni yurgizishga ishtirokchi bo'lgan amaldorlarni jazolash, Xitoyning amaldorlarini jazolash. Va yoki shundaq shuning ishtirokchilik qilgan harbiy bo'lsin yoki kuzatish bo'lsin, texnik kompaniyalar bo'lsin, mushlarga jazo yurgizish. Shundaqlarning hammasini haqiqiy amallashsa, cho'ng ishlar bo'lib ketadi. Ya'ni Uyg'urlarning hayotiga Xitoyga qarata qilinadigan besimlar tarafdan nurg'un ishlarni hal qilgani bo'ladi. Shunga bu yerda ahamiyatining zo'rligini bilamiz, ammo ahamiyatni texmi zo'r unumli qilish uchun qonunlarning amallashtirib texmicha kuch chiqarishningki zaruriyatini, buning ahamiyatining texmi zo'rligini tushunishimiz nihoyat muhim. Ammo shu haqda texmi biz ko'p yana nurg'un qiladigan ishlarga va davomlashtirishimiz kerak. Hamisha to'xtay, yana savollaringizni so'raysiz. Rahmat. Nihoyat ahamiyatli tushuntirib berdingiz. Bo'lib bu yerda sizning degan bularninki Uyg'urlarni qo'g'dishi, amaliyotda o'zini qo'g'dishi deganingiz hammaga bak yoqdi. Chunki Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Xitoyning shu majburiy emgak bilan to'kmi qilib setish orqali yerlik nurg'un korxonalar vayron bo'lib, nurg'un odam ishsiz qolyotdi. Bu necha 10 ming million odamga ta'sir qilyotdi. Ya'ni Xitoyning sifatsiz yemekliklari, mahsulotlari Yevropaga to'kmi qilib setilib, Amerikada setilib, yerlikdagi korxonalarni vayron qilib, buning o'rniga Xitoy boy bo'lyotdi.
Ameliyatda müşbeti meni verse, ameliyatta Avrupa'nın, G'arbning zavalligini keltirib chiqardi. Yani bir yerdeki diktatorluk bütün dünyaya yamraydı. Xitay özünün digital, yani sıfırlık diktatorluğunu bir kısım diktator devletlerge eksport kılatıdı. Bu bağan sıra Avrupa'ya, Amerika'ya berişi, hatta hazır mı bağanlığı ma'lum. Hatta saylamlarga her xil şekilde aralışıvatkanlığı ma'lum. Demek Uygurlarni qo'g'dash amaliyotda o'zini qo'g'dash bilan barobar deb o'ylasak tamamen xatolashmaydi ekanmiz. Hamda oxirida bir qo'shimcha qiladigan so'zlarimiz bo'lsa anglasak, rahmat. Başqa qo'shimcha qilgan ko'p so'zim yo'q. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Shunda bir temani aytganingizga men yana bir qitim shu xalqimizga murojaat qilaman. Bu da'vo to'xtamay, izchil, bo'shashmay elib borsak, bu da'voni haqiqiy bir o'limga chiqamiz. Bizga hozir bo'shashadigan vaqt emas, qaymoqadigan vaqt emas. To'g'ri, biz ba'zi bir krizislarga, ba'zi bir xiristlarga, hatta ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'liqyapmiz. Ammo bularning hammasi bizniki da'vo nishonimizni, da'vo qilish yo'limizni daxl qilmasligi kerak. Chunki mayli qanday bo'lishdan bo'lsin, chunki organ bo'lsin yoki bir to'p insonlar bo'lsin, hammasi hech qaysi bir xatoliklardan mustasno bo'lolmaydi. Ammo bu xatoliklar bizniki da'voyimizni aqsadigan bir narsaga aylanadigan unda bo'lmasligi kerak. Shunda bo'lg'achqa xalqimizning qaymoqmasligini mayli kim qanday bo'lishdan qat'iy nazar xatolik bo'lish tuzildi. Ammo da'vo to'xtamaydigan bir narsa bu. Buningga agar har qanday bir xalqimizniki shunday bir irodasi bor ekan, vatansuvarligi bor ekan, xalqimizning ohuzlarining shularning yuragini anglay oladigan bir yurak vijdonli bo'lgan, qanday yo'l bilan bo'lsin bu da'voni to'xtatmaslikka murojaat qilaman. Chunki bu hammamizniki yuksak majburiyat. Rahmat. Sizning qimmatli vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Uyg'ur ovozi suhbat programmamizni diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.